Qubo masjidi bu yerda biz o'tirgan 2 rakat namozimiz bitta umrani savobini berdi. Alhamdulillah, inshaalloh. Hali biz umra amalni qilmay turib, bitta umrani savobini oldik. Inshaalloh endi shomgacha vaqtimiz bor ekan. Eng asosiy safar qilganimizdan maqsad umra amalini qilish niyatida chiqdikmi? Umra amalini o'ziga yarasha sharti, qilinadigan amallari bor. Shu narsani tushuntirib qo'ymoqchiman sizlarga. Ayollarga xoslatan bo'lgan shartlari. Bu ya'ni ertaga biz Abiddan keyin Madina-i Munavvaradan Makka-i Mukarramaga safar qilamiz. Bu safarda shartini mana bunday bajarganimiz qulay bo'ladi. Bugun xonaga borib, iftordan keyin hamma navbat bilan xonasida g'usl qiladi. G'usl niyat qilinib, suv tegmagan joy qolmasligi kerak. Shartini bilasizlar, ayollar ichimizda farzand ko'rgan, ro'zg'or qilgan, g'uslni sharti bilan bajaramiz. Ya'ni 3 ta sharti bor g'uslda. Og'iz chayish, bugun asishga chayish, badaningizga suv tegmagan joy qolmasin. Mana shu holatda niyat bilan Allohim poklanishda niyat qildim, g'usl qilishda niyat qildim deb niyat qilamiz. Kimlikda. Xo'p, kechqurun sochlarimizni quritib, toza kiyimlarimiz bilan dam olamiz. Tongga mahal tahajjudga chiqamiz, bomdodni o'qiymiz, kelin norishtalarni qilamiz, obedda peshinni o'qib safarga ketamiz deyilgandan keyin xonada peshin vaqtigacha sizlar niyat qilgan kiyimlarni kiyib olasizlar. Xonadaligimizda Madinada Basifada niyat qilgan kiyimimizni kiyamiz. Peshinga chiqib, ya'ni ehrom niyat qilgan kiyimimiz. Peshinga namozga chiqib, kelib, hamma chamadonlarimizni yig'ishtirib, pastda to'planamiz. Ziyoratchilar pastda to'planib, avtobus keladi. Ya'ni biz Madinada bu safarimiz oxirgi kuni. Ana shu holatda masjidini jasisani pastida to'planib, avtobuslarga o'tirib, Makkaga yo'l olayotganimizda yo'lda Zulhulayfa masjidiga to'xtaymiz. Bu haram hududidan chiqish joyi, maxsus belgili joy. Ya'ni haram degan chegaraga kirish qanday bo'ladi? Masjidga to'xtab 2 rakat Zulhulayfada 2 rakat nafl namozi o'qiymiz. 2 rakat nafl namozini yolg'iz Alloh uchun o'qishni niyat qildim deb o'qiladi. O'qilib 2 tomonga salom beradi. Xuddi shunday masjidga kirganda o'qiganimizda tartibda bo'ladi. Salom berganimizdan keyin duo qilamiz. O'tirgan joyimizda tilimizdan, lafzimizdan chiqish kerak. Allohim, seni uchun umra qilishni niyat qildim, o'zing qabul qil va oson qil. Yoki oson qil va qabul qil. Umra mashaqqat. Alloh oson qilmasa, bandasi qancha sharoit qilib bermasin, Alloh oson qilsin. Shuning uchun bu niyatda bor. Bu niyat qanday? Ramazon oyi ro'zasini tutish uchun niyat qilamiz, namoz o'qishni niyat qilamiz, ana shu tartibda umrani ham niyati bor. Albatta lafzilardan chiqsin. Allohim, sen uchun umra qilishni niyat qildim, o'zing oson qil va qabul qil. Ana shu ondan boshlab siz ihromdasiz, ana shu ondan boshlab sizga labbayga vojib. Labbayga aytish shart ekan. Makkaga yetib borgan shu yo'llarda faqat labbayga aytdi. Labbayk Allohumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Mana shu tartibda qanday aytiladi? Namoz o'qiyotganda ayollar o'zi qulog'i eshitadigan, lekin atrofdagilar eshitmaydigan darajada aytadi. Shu tartibda aytiladi. Chunki ayol kishining ovozi ham nima deyilgan? Avrat deyilgan. Ana shu tartibda labbaygan to Ka'baga ko'zi tushguncha labbayga bordi. Bu amalimiz davomida endi biz ihromdamiz. Birovga qattiq gapirish, harom tuklardan yoki foydalanish yoki timdan olish, bular qatorida eng asosiy amal xushbo'ylanish harom. Mumkin emas. Qachongacha? To umramizni qilib bo'lgunimiz. Undan keyin mumkin. U bunday bo'ladi. Yo'llarda shomga to'xtaymiz, xuftonga to'xtaymiz. Tahorat xonalariga hozirgidek kirganimizda suvli shampun sovunlar bor. Mumkin emas ayollar. Umuman mumkin emas xushbo'ylanish. Yo'llarda vlajniy salfetkalar ishlatish mumkin emas. Xushbo'y zivachka ham mumkin emas. Zubnoy pasta ham mumkin emas. Tushunib oldinglar? Qachondan? Zulhulayfa masjidida niyat qildik, namoz o'qidik, salom berdik. Allohim, sen uchun umra qilishni niyat qildim. O'zing oson qil va qabul qil. Niyat qildik. Ramazon oyi ro'zasini tutganlikka chiqib qo'yamizmi? Xuddi shu tartibda niyat qildik, xushbo'ylanish mumkin emas. Shu vaqtda boramiz albatta inshaalloh. Gazetlarga joylashib, tahoratlar yangilab chiqinglar deb ashkunni o'zida o'ylab qolamiz. Ana shu holatda ham tahorat bilan olaveramiz. Ummati tahorat olsa ham xushbo'ylanmaysiz. Ya'ni sovun ishlatmaysiz.
Mana shunaqa safarimiz davomida hojilarga shunday narsa tushuntirdim. Gapning davomida sovun ishlatmanglar deyapti. Biroz sodalab kiyimini yuvib chiqibdi. Xushbo'y narsa umuman mumkin emas. Soda ham kiradi shu narsa, хорошо ya'ni. Xushbo'y narsa mumkin emas. Shu oldilar. Biz hozir cho'milamiz, bunda можно. Nimadan keyin mumkin. Hozir borib cho'milamiz mumkin. Bilib ber. Bugunga mumkin. Aytibman. Qachon mumkinmi? Ertaga obeddan keyin Zulhulayfa masjidida niyat qilganimizdan keyin mumkinmi? Sizlar so'rayapsizlarki, tunda suv ichib olsam bo'ladimi deyapsiz. Ro'za emassiz-ku. Xuddi shuni singari avvalgi qilingan amallardan mustasno. Masjiddan keyin yo'lga chiqib ketamizda davomli. Hozir uzrli ayollar nima qiladi? Xo'p, ayollarning ichimizda xosatan savollar bor. Ya'ni uzrli, hayzli ayollar ham poklansa ham baribir nopok uzrli ayollar, lekin niyatni albatta qiladi. Qachon Zulhulayfa masjidiga biz kirib namoz o'qiymiz-ku kirakatda. Ayollar avtobusda o'tirib, uzrli ayollar. Allohim sen uchun umra qilishni niyat qildim. O'zing oson qil va qabul qil deb uzrli ayollar ham niyat qilishi shart. Alloh haram qilgan chegaradan miqotdan o'tayotganda niyat qilish shart. Ana shu ayol borib umrani shu kuni bajarmasa ham niyat qilib o'tish kerak chegaradan. Shu vaqtlar niyat qilish shart. Unda gunohkor bo'lib qoladi, niyat qilmasa. Ketgan. Ana albatta niyat qilaverasiz. Qachon yetib borib 5 kunmi, 4 kunda toza bo'lgandan keyin shampunsiz poklanadi, sovunsiz poklanadi, keyin g'usl qilib umrasini bajaradi. Hozir namozdan keyin yana davom ettiramiz tushunchalar. Thank you.